Aqlli ayol bilan oqila ayolni mana shu yerda sizga taqqoslab ketaman. Ko'pchilik aqlli bo'lishga intiladi-da. Qizlar ham aqlli qiz bo'lishga intiladi. Ko'p o'qib aqlli bo'lgani yaxshi deyishadi. Nimaga erkaklar aqlli ayollardan qochadi? Aqlli ayol bilan oqila ayolning farqi ham shunda. Aqlli ayol o'zini har doim haq deb biladi. Oqila ayol haq bo'lsa ham, lekin yori oldida o'zini darajasini bilgani uchun o'zini qanday tutishni biladi. Joyi kelganda kechirim so'raydi, joyi kelganda qo'llab-quvvatlaydi, joyi kelganda o'zini fikrini emin-erkin ifoda qila oladi. Aqlli ayol turmush o'rtog'ining kamchiligini yuziga aytadi. Yoki yana kimdir oldida aytish mumkin. Oqila ayol kamchilik aytishdan oldin turmush o'rtog'ini avval e'tirof etadi. Aqlli ayol bilan oqila ayolni mana shu yerda sizga taqqoslab ketaman. Ko'pchilik aqlli bo'lishga intiladi-da. Qizlar ham aqlli qiz bo'lishga intiladi. Ko'p o'qib aqlli bo'lgani yaxshi deyishadi. Nimaga erkaklar aqlli ayollardan qochadi? Aqlli ayol bilan oqila ayolning farqi ham shunda. Aqlli ayol o'zini har doim haq deb biladi. Oqila ayol haq bo'lsa ham, lekin yori oldida o'zini darajasini bilgani uchun o'zini qanday tutishni biladi. Joyi kelganda kechirim so'raydi, joyi kelganda qo'llab-quvvatlaydi, joyi kelganda o'zini fikrini emin-erkin ifoda qila oladi. Aqlli ayol turmush o'rtog'ining kamchiligini yuziga aytadi. Yoki yana kimdir oldida aytish mumkin. Oqila ayol kamchilik aytishdan oldin turmush o'rtog'ini avval e'tirof etadi.